Memati Bash obrazi Kurtlar Vadisida 2003-yil 15-yanvarda efirga chiqqan birinchi qismdan boshlab paydo bo'ladi va serialning birinchi 97 qismli klassik davrida deyarli uzluksiz qolgan kamsonli personajlardan biri hisoblanadi. U Sulaymon Chaqirning eng yaqin ijrochisi sifatida ilk 10 qism ichida ajralib chiqadi. 20-qismdan keyin esa zo'ravonlik, tahdid va qurolli ijro sahnalarida markaziy figura sifatini egallaydi. Serialni ataylab diqqat bilan kuzatgan tomoshabin bir narsani ko'radiki, ilk 2 faslda qurol ishlatilgan sahnalarning kamida 70-75% Memati bevosita kadrda bo'ladi. Bu raqamlar uning tizim ichidagi funksional figura ekanini kuzatuvchiga belgi qiladi. Serial davomida Memati kamida 30 qismda to'g'ridan-to'g'ri qurolli ijro, majburiy so'roq yoki tahdid operatsiyalarida qatnashadi. Bu sahnalar yopiq, guvohsiz, yashirin makonlarda amalga oshiriladi. Ko'plab sahnalarda u hukumat ichidagi yashirin kuchlar, mafiyaviy guruhlar va Turkiya milliy razvedka tashkiloti bilan bevosita aloqada bo'lgan tarzda tasvirlanadi. U orqali serial tomoshabinga davlat ichidagi rasmiy lavozimlar faqat yuzaki qiyofa ekanligini, haqiqiy kuch, nazorat, sadoqat va buyruqqa bo'ysunish orqali yoritib beriladi. Shaxsiy hayotiga ajratilgan vaqt esa juda minimal. Memati Gamze bilan taxminan 10-12 qism davomida ko'rinadi. Bola bilan bog'liq sahnalar esa 5-6 qismni tashkil qiladi. Bu degani Memati ekran vaqtining 80% dan ortig'i zo'ravonlik, vazifa ijrosi va tizim bilan bog'liq operatsiyalar bilan to'ldirilgan. Serial mualliflari ataylab unga normal hayot berishdan qochadi. Bunday hayot Memati tipidagi kadrni tizim uchun beqaror qilib qo'yar edi. Memati Bashning o'limi ham dramatik va aniq hisoblangan. U serialning so'nggi qismlarida Po'lat Alemdar va ichki tizim bilan bog'liq kurash markazidan tashqari holatda to'y marosimida himoyasiz lahzada yo'q qilinadi. Ushbu manzil ham ataylab tanlangan edi. Serial shu orqali tomoshabinga aniq signal bergan. Tizim ko'p ishlatilgan, ko'p sir bilgan ijrochisini himoyasiz holatda yo'q qiladi. U tashqi dushman uchun qiziq bo'lmagan, balki ichki muvozanat uchun xavfli figuraga aylangan edi. Uning obrazi real hayot bilan ham kesishadi. 1990-2000-yillar Turkiyasida olib borilgan parlament komissiyalari, jurnalistik surishtiruvlar va sud materiallarida MIT, milliy politsiya va norasmiy mafiyaviy guruhlar o'rtasidagi yashirin operatsiyalar haqida ko'plab eslatmalar mavjud. Bu hujjatlar shuni ko'rsatadiki, o'sha davrda rasmiy lavozimga ega bo'lmagan, ammo qurolli operatsiyalarda qatnashgan shaxslar faol bo'lgan. Ko'p hollarda ular ochiq sudga chiqmagan, nomi tarixiy manbalarda deyarli uchramagan va tizim tomonidan yoki sirli sabablar bilan yo'q qilingan. Memati obrazi ana shu ko'rinmas qatlamning badiiy ifodasi edi. U MIT bilan bog'liq, mafiyaviy tarmoq va siyosiy manipulyatsiyalar orasidagi murakkab va xavfli nuqtada harakat qiladi. Shuningdek, Memati serial davomida bir necha bor Turkiya milliy qurolli kuchlari va NATO bilan bog'liq fond sahnalari orqali ham ko'rsatiladi. Masalan, o'q-dorilarni yashirin tarzda yetkazish yoki kontrabandani nazorat qilish operatsiyalari. Bu jihatlar uni strategik operatsiyalarni amalga oshiruvchi missioner sifatida tasvirlashga xizmat qiladi. Shu sabab Memati Bashning sodiqligi, zo'ravonligi va og'ir xarakteri tomoshabinni nafaqat qiziqtiradi, balki u bilan bog'liq tarixiy va siyosiy kontekstni chuqurroq tushunishga majbur qiladi.